O'zbekistonliklar endi Koreyaga borisha olmaydimi? Talabalarga viza berishi faqatgina nelegallar foizini oshishi yoki tushishi bilan belgilanmaydi. Menimcha mana shu narsa menga Koreyada yoqadi, chunki rag'batlantirish kuchli. Hech bo'lmaganda shu tanishi tavsiya qilishi bilan ham Koreyaga borishni maqsad qiladi. Hozir bosib qolish kerak. Koreya hukumati chet ellik talabalarni 300 mingga oshirmoqchi edi qaror bo'yicha. Va shu uchun turli qarorlarni, turli vizalarni, turli yengilliklarni ishlab chiqdi birinchi bosqichida. Juda ham ko'pchilik Koreyaga qanaqa ketsam bo'ladi, sertifikat necha oyda olsam bo'ladi va umuman sertifikat kerakmi yo'qmi degan savollar menga ko'p berishadi. Magistraturaga sertifikatsiz bordi degani bo'ldi, men haftada bir kun o'qiyman degan narsa yo'q. O'zbekistonliklar endi Koreyaga borisha olmaydimi? Koreyaga qanaqa borsa bo'ladi? Nelegallarning sonini oshishi hisobiga O'zbekistondan Koreyaga ketayotganlarga endi taqdiriga nima bo'ladi degan savollar sizlardan ko'p keldi. Javob berish uchun bugungi podkast tashkil qildik. Assalomu alaykum. Ismim Parizod Yusupova, koreys tili bo'yicha 11 yillik ekspert, juda ham ko'plab talabalarning ustozi hamda Hay Koreya jamoasining rahbariman. Va aynan bugungi savollaringizga javob berish uchun o'zimga o'xshagan yana bitta ekspert Rahmatilla Jo'raboyev mehmonim bo'ladilar. 7 yildan beri demak konsalting firmani rahbari, asoschisi va juda ham ko'plab yoshlarimizni Koreyada o'qish va umuman karyera qilish orzulariga yetishishga yordam bergan inson bugun sizlar bilan hamma savollarga javob berishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo taklif uchun rahmat. Qisqacha o'zim haqimda aytib ketsam, familiyam Jo'raboyev, ismim Rahmatilla, Ray Consulting brend asoschisiman. 7 yildan beri aynan Koreya vizalari va talabalik vizalari bilan shug'ullanib kelamiz. Hozirgacha 2500 dan ortiq talabalarni Koreyada o'qishiga va aytaylik karyera qurishida yordam berganmiz. Va hozirgi kunda jamoamiz bilan Xudo xolasa aynan yana mana shu ishlarni davom ettirishda harakat qilyapmiz. Juda ham zo'r. Xudo xolasa endi 2026-yilgi semestrga nechta bola kutuvda, nechtasini jo'natdingiz? Xudo xolasa. Xo'p, 2025-26 o'quv yillarida aytaylik bahorgi va 2025-yil kuzgi semestrda 300 dan ortiq talabalarni o'zi viza olishdi. Bizdan topshirgan talabalar. Tabiiyki rad javobini olganlar ham bo'lib turadi. Bu haqiqat. Tabiiyda. Orasida qizlar ham bormi? Albatta, qizlar statistikaga qaraganda qizlar 2021-yildan beri ko'payish boshladi. Aynan 2025-yilda yetarlicha qizlar ham qiziqish bildirish boshladi. Zo'r. Bugungi asosiy podkastimizda ko'tariladigan mavzular imенно mana shu oxirgi payt ko'pchilikda shov-shuv uyg'otgan. Endi o'zbekistonliklar Koreyaga ishchi yoki boshqa vizalar asosida borisha olmaydimi? Nelegallar soni ko'payishi kabi asosiy mavzular bor, lekin ularga borishdan oldin men sal chetlab o'tmoqchiman. Birinchi navbatda nimaga Koreya? Endi tabiiy hol men o'zim o'qib kelganim va shu sohada bo'lganim uchun maqtaydigan joylari ko'p, lekin sizni qo'lingizdan juda ham ko'p taqdirlar o'tadi. Nimaga aynan Koreya? Xo'p, bizga keladigan asosiy talabalardan meni yig'gan tajribam asosan Koreyada o'qimoqchi bo'lgan talabalar birinchi o'rinda Koreyani madaniyati ko'proq qiziqtiradi. Ya'ni bizda baribir tabiiy televideniya orqali, YouTube'lar orqali ham koreys tili, koreys kinolari, dramalari bizda mashhurroq. Ko'proq qizlarda va ba'zi holatlarda bolalarda ham baribir dramaga qiziqish kuchli va uni tanlashni asosiy fokus deb olinmaydi, lekin O'zbekiston aytaylik 1996-yildan beri Koreya bilan shartnoma imzolab ishchi kuchlarini yuborish boshlangan bo'lsa, hozirgi kunda juda ko'pchilikning tanish Koreyada ishlaydi yoki o'qiydi. Va tabiiy holatda bir-birini tortish energiyasi bizda kuchliroq. Hech bo'lmaganda shu tanishi tavsiya qilishi bilan ham Koreyaga borishni maqsad qiladi. Ta'lim jihatidan oladigan bo'lsak, baribir dunyoda koreys ta'limi saviyali o'rinlarda turadi. Ayniqsa matematika bo'yicha, IT sohalari bo'yicha shuni hisobiga Koreyada o'qishga talab yuqori. Bu birinchi o'rinda bo'lsa, ikkinchi o'rinda talabalarga ishlashga ruxsat berishligi bilan ham ko'p ya'ni talabalarni Koreya o'ziga qiziqtiradi. Ya'ni o'qib ishlashga imkoniyat qila olaman degan maqsadda ham keladi. Qonuniy ishlab o'qish demak Koreyada yaxshiroq. Demak, umumiy dunyo bo'yicha olib qarasak ham Koreya yagona davlat talabalarga ish soati ajratib bera oladigan. Qonuniy darsdan tashqari ishlash uchun.
Koreyaga mana hozir juda ham ko'plab o'zbek yoshlari ketishyapti, yo ishlashga, yo o'qishga yoki boshqa vizalar bilan. Men o'zim shaxsan Koreyada 7 yil yashab kelgan inson sifatida o'zim biladigan vizalar bu sayohat uchun, talabalik vizasi, bu bakalavr, magistratura yoki boshqa aspirantura sohalari bo'yicha, investitsiya vizalar haqida xabarim bor, biznes va hokazo. Bundan tashqari yana qanaqa vizalar turlari joriy qilingan O'zbekiston bilan Koreya o'rtasida? Xo'p, tibbiy vizalar bor bizda, undan tashqari birlamchi bir martalik diplomatik vizalar bor. Bundan tashqari yana nima desam bo'ladi? Talabalik vizasi umumiy bitta paket u. Keling, чтобы bizani eshitayotganlarimiz tushunib ketishi uchun tam sayohat viza, mana bunaqa viza bo'ladi, tam nomlari, ismlari bilan aytib ketsangiz, menimcha o'zlariga полезный bo'ladi. Xo'p, ishchi vizalar Y kategoriyada bo'ladi. Y kategoriyada. Ya'ni Y7, Y9 bizda ommalashgan. Hozir Y8 vizalari ham qo'shildi, ya'ni mavsumiy ish vizalari yaqin Necha yilga orada. o'tadi ular? Ya'ni u mavsumiy, u aytaylik bitta sezonniy ish 8 oyga beradi. Ya'ni mavsum davomida ishlaydi va qaytishga to'g'ri keladi. Ya'ni shartnoma asosida bo'ladigan narsa. Y7 professional ishchi vizasi, ya'ni bakalavr diplomiga ega soha mutaxassislari oladi bu vizani. Necha yilga beriladi? Bu endi rekruter, ya'ni ish beruvchiga bog'liq. Ish beruvchiga bog'liq. U yoq bilan shartnoma qanaqa bo'lsa, minimal 1 yil bo'lsa kerak. 1 yildan 3 yilgacha bo'ladi. 1 yildan 3 yilgacha. Y9 vizalari o'sha mehnat muhojirlik vizasi, ya'ni O'zbekistonda eng ko'p tarqalgani shu. Ya'ni bunda o'zining talablari bor. Hozir tashqi mehnat migratsiyasi shug'ullanadi bu viza bilan. O'ziga yarasha suhbat, intervyu, shunga o'xshagan imtihonlari bor. Ya'ni tanlov asosida qilinadi bu narsa. Tanlovdan o'tganlar oladi. O'qish vizalar D kategoriyada, ya'ni D4, D2, shunga o'xshagan vizalar va elektron vizalar ham bor. D4 shunda o'quv markazlari D4 bu til kursi vizasi, ya'ni D4-1, D4-1-6 har xil o'zining kategoriya telex vizalarga bo'linib ketadi. Lekin umumiy olganda baribir D4 vizasi hisoblanadi. D4 viza. D2 vizalari bu o'sha oliy ta'lim vizalari hisoblanadi. D2-1 kasbiy ta'lim, D2-2 bakalavr vizasi, D2-3 magistratura, D2-4 aspirantura vizalari hisoblanadi. Hop, sayohat vizalar S kategoriyada va biznes vizalar bilan birga yuradi. Ya'ni S3, S3-1 shunga o'xshagan vizalar. Hop, bundan tashqari tibbiy ko'rik vizalari alohida. Uni davolanish holatiga qarab kategoriyaga bo'linadi. Har xil kategoriyada bo'lishi mumkin. Bundan tashqari oilaviy va mehmon vizalar F kategoriyadagi vizalar ham bor. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu elchixonaning o'zining saytida ham vizalar bo'yicha to'liq ma'lumot berilgan. viza.go.kr saytiga kiradigan bo'lsa, u yerdan ham to'liq ma'lumot olsa bo'ladi vizalar bo'yicha. Hozir biz endi kuzatuvchilarimiz asosan ikkita viza turi haqida bilishadi. Bu ishga ketuvchilar uchun viza turlari va o'qishga ketuvchilar uchun. Bilishimiz bo'yicha ishga ketadigan viza haqidagi barcha savollarga mehnat migratsiyasi javob beradi va boshqa hech qaysi shaxsiy tashkilot bunga javob bera olmaydi. Endi bor. Y7 vizalar bo'yicha xususiy bandliklar ishlaydi. Ya'ni ruxsat berilgan ularga. Agar Y7 professional ish vizasi olmoqchi bo'lsa, xususiy agentliklarga murojaat qilsa bo'ladi. Talabalik vizasi bo'yicha konsaltinglar shug'ullanadi. Konsalting shug'ullanadi. Konsaltinglar grantlar yutish borasida, hali grantlarga ham to'xtalamiz albatta. Ularga ham hujjat topshirishga yordam beradimi yoki faqat universitetga qabul qilayotganligiga hujjatlarga javob beriladi? Ya'ni grant yutishdagi masala qanaqa? Misol uchun, grant dasturlari boshqa, umumiy o'zi grant dasturlari boshqa. Bizda ommalashganlar GKS va ilmiy tadqiqot grantlari hisoblanadi. GKS menimcha hamma biladi. O'sha yiliga bir marta bakalavr uchun, bir marta magistratura uchun qabullar bo'ladi. Bu endi hukumat tomonidan beriladigan grant. Ya'ni u grant sohiblari o'sha to'liq o'qish davrida 4 yil bo'lsa 4 yil, 2 yil bo'lsa 2 yil davrida hukumat tomonidan ta'minlanadi, ya'ni stipendiya ajratiladi, o'qish kontraktlari to'lab beriladi. Va bundan tashqari qo'shimcha mayda sayohatlar uchun ham to'lovlar ajratadi. Ya'ni bu grant bilan stipendiya, ya'ni universitet beradigan scholarship bilan grant dasturlarini farqiga borib olish kerak. Ya'ni grant dasturlari bu dastur. Ya'ni bu alohida dastur, ya'ni hukumat tomonidan yoki qaysidir bitta tashkilot tomonidan tashkillanadi. Scholarship bu universitetning shaxsiy byudjetidan talabalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida beriladigan narsa. Dasturdan ko'ra menimcha universitetda grant scholarshiplarini olish ommalashgan. Endi asosan talabalar grant dasturlaridan topshiradi.
xohlasa xohlamasa u yerda raqobat kuchli. Albatta. Ya'ni jackpotga o'xshagan narsa. Hamma ham u grantni yuta olmaydi. Lekin agar qo'lida TOEFL sertifikati yoki IELTS sertifikatiga ega bo'lganlar universitet tarafidan beriladigan scholarshipni yuta oladi. Bu qanaqadir imtiyoz ekanda, demak, Ya'ni talabalarga beriladi. talabani qo'llab-quvvatlash maqsadida Qo'llab-quvvatlash. beriladi. Endi mana shu narsa menga Koreyada yoqadi, chunki rag'batlantirish kuchli. Ozgina harakat qilgan odam ham unga berilayotgan imkoniyatdan yana ham o'sib ketish uchun Koreya bemalol mablag' tika oladi. Faqat shuni ko'rsatib berish kerak deb o'ylayman. Endi grant dasturlariga keladigan bo'lsak, masalan, GKS grant dasturini olmoqchi, siz oldingizga kelgan talaba, konsultatsiya mobaynida aynan GKS ga tayyorlanishga ham qanaqadir yordam beriladimi? Xo'p, GKSga to'liq yo'l yo'q-da, tayyorlanish yo'li yo'q. U mavhum narsa. Misol uchun tilni biladigan inson uchun insho yozishni o'rgatish mumkin yoki hujjat topshirishni qilib berish mumkin-da. Aniq bitta strategik yo'l yo'q unga tayyorlanishni GKSga, chunki har jabhadan tekshirib ko'riladi. Tilni chuqurroq o'rganish, suhbatdan o'tish darajasida tayyorlash kerak bo'lsa, biz yo'naltiramiz. Zo'r. O'quv markazlariga, chunki baribir sohani mutaxassisi qilgani yaxshi har bitta ishni. Agar insho yozishda bo'ladigan bo'lsa yoki hujjatlarni ketma-ketligini to'g'rilashda yordam beriladigan bo'lsa, biz qilib beramiz bu narsani. Bizani asosiy kompaniyani maqsadi ham, kompaniyani ish uslubi ham shunaqa. Biz har bitta jarayonni o'zini mutaxassisiga topshiramiz. Zo'r. Hozir mana o'qishga ketmoqchi bo'lgan talaba, aytaylik, kontrakt asosida o'qishga sharoiti bo'lmagan holatda biz unga qanaqa turdagi grantlar va scholarshiplarni mana deb oldiga taqdim qila olamiz? Xo'p, avvalambor moddiyatda emas, talabani fikrlash doirasida, bilimida. Ya'ni moddiyat grant dasturlarida ikkinchi darajali narsa. Chunki grant dasturini aytolman-ku, grant dasturi bu aytaylik GKS bo'ladigan bo'lsa, hukumat tomonidan moddiy rag'batlantiriladi, qoplab beriladi. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, grant dasturiga topshirayotganlardan moddiy jihati ikkinchi darajali. Ya'ni birinchi o'rinda nimani ko'rsatish kerak? Potensial, fikrlash doira, bilim. GKS dasturi yana qanaqa dasturlar bor? Ilmiy tadqiqot grantlari bor. Bu har bitta universitetni, ya'ni o'zini qoshida tashkillangan kompaniyalar bo'lsa, aytaylik, Kwangwon universiteti bor, mana o'zini ichida televideniyasi bor. Ya'ni bu televideniyaga yetarli kadrlarni yig'ish maqsadida har xil IT ga o'xshagan yoki fan texnologiyalaridan bitirgan talabalarni qo'llab-quvvatlaydi o'zi. Ya'ni grant dasturi shakllantirgan, o'zi o'qitadi, o'zi yarim stavka ish bilan ta'minlaydi, o'zi boqadi, o'zi parvarish qiladi, o'zi bilim beradi, o'ziga kadr qilib olib qoladi. Lekin o'sha universitetga topshirish kerak. Ha. Lekin GKS yaxshi tomoni talabani o'zi tanlashi mumkin. Shunaqa dasturlardan yana qanaqalari bor O'zbekistonda joriy qilingan? Bizda O'zbekistonda emas, umumiy aytaylik, dunyo bo'yicha oladigan bo'lsa, hamma topshira oladigan Dream Together degan, ya'ni grant dasturi bor. Bunda ham baribir asosan Dream Together'ning maqsadi sport sohasiga qaratilgan. Zo'r. Fan texnologiyalar bo'ladigan bo'lsa, asosan GKS. GKS va Dream Together. Endi universitetga topshirayotganda bitta talaba qancha minimalniy va qancha maksimalniy imtiyozga ega bo'lishi mumkin? Bu kontrakt to'lovlari ham kiradi, yotoqxona va hokazo. Xo'sh. Albatta, hamma universitetda har xil bo'ladi, minimal maksimal darajada. GKS yutdi bir talaba, tasavvur qilaylik. Agar GKS bilan grant dastur qiladigan bo'lsa, universitetning qanchaligi muhim emas davlatga. Kontraktni to'liq qoplab beradi. 4 yilligini bakalavridagilarni to'liq qoplaydi. Xo'p, agar talabani o'zi universitet tarafidan scholarship yutib oladigan bo'lsa, birinchi o'rinda e'tibor beradigan narsa bu TOEFL sertifikat yoki IELTS sertifikat. O'zi belgilangan miqdorlar bor. Minimum 5,5 dan boshlab 30% dan scholarship berish boshlaydi, maksimal 100% gacha. Va kontraktidan chegirma beradi. Boshqa to'lovdan emas. Faqat kontraktidan chegirma beradi scholarship. Ba'zi holatlarda ba'zi universitetlar bor,
Topik 3 bilan ham 100% grant beradi bitta semestrga, ba'zi universitetlar bor, Topik 4 bilan 100% ham scholarship beradi 1 yilga. Zo'r. Endi bu scholarshipni ushlab qolish, menimcha, birinchi semestr tugagandan keyingi baholariga bog'liq. Berishini ham sharti bor, shundoq bermaydi. Ya'ni bir talabaga universitet scholarship ajratdimi, sharti tagida qizil zyozdочка bilan yozib qo'yadi. Umumiy belgilangan baholari F ga tushmaganlar uchun davom etadi. Ya'ni bordi, talaba 100% scholarship bilan o'qidi, semestrni yopdi, semestrni agar F ga yopadigan bo'lsa, bo'ldi, 100% kontraktga o'tkaziladi. Demak, hali ish tugagani yo'q. Scholarship oldim, bo'ldi, men endi bemalol borib, bemalol yurib, bemalol kontrakt to'lamay 4 yil o'qiyman degan tushuncha qilish kerak emas. Ya'ni universitetdan qo'llab-quvvatlaganiga yarasha bilim olishni talab qiladi. Albatta. Ya'ni ularga ham kadr kerak, ularga bilim oladigan insonlar kerak. Albatta. Bu berilayotgan universitet tomonidan scholarshiplar talaba topshirayotgan fakultetga qanchalik bog'liq? Ba'zi bir fakultetlarda umumiy qimmat yurganligi sababli aynan o'sha fakultet talabalariga ham grantni, scholarship dasturlarini kam berishadi deb eshitganman. Shunaqa. Har bitta dasturda o'zini kontrakt to'lovlar har xil, turlicha, bir xil belgilanmaydi. Endi O'zbekistondanmi yoki boshqa qo'shni davlatlardan boradigan talabalar asosiy boradigan yo'nalishlar bor o'zi. Ommalashgan yo'nalishlar, masalan, biznes yo'nalishi, menejment, mehmonxona, IT yo'nalishlari yoki turizm yo'nalishlari asosiy chet elliklar o'qiydigan yo'nalishlar va ko'p universitetlarda ham international studentlar uchun aynan mana shunaqa yo'nalishlar bo'ladi. Koreys tili madaniyati degan chet elliklar o'qiydigan universitet, ya'ni yo'nalish kam. Yoki ishlab chiqarish yoki metallurgiya degan yo'nalishda international talabalarni o'qitadigan universitetlar kam. Yuridik yoki bo'lmasam siyosat, eng ko'p so'raladigan tibbiyot. Huquqshunoslik bo'yicha bizdan ham ko'p so'raydi. Huquqshunoslik bo'yicha international talabalarni o'qitadigan universitet juda kam. Yo'nalish yo'q. Va borlari ham asosan koreys millatini oladi. Koreys millati. Chet ellik talabalarni o'qitadiganlar ham u yerda asosiy fokusni international trade bilan international relationga qaratgan. Ya'ni aynan o'zi logika olib qaraganda koreys huquqini o'rganish, ya'ni huquq tartibot qoidalarini o'rganish qanchalik to'g'ri deb savol beriladigan bo'lsa, u yerda huquqshunoslikni bitirib kelib qayerda ishlashi mumkin? O'zbekistonda. Bir-biriga nomutanosib yo'nalishlarda, ya'ni davlatning qonunlari, huquqlari har xil belgilanadi. Shuni hisobga olgan holatda universitetlar asosiy huquqshunoslikda o'qiydigan talabalarni ko'proq international trade va international relation yo'nalishlariga qaratadi. Чтобы ham O'zbekiston yoki o'zini vatani va boshqa mamlakatlarga уже migratsiya qilib ketganda ishla olishi kerak. Shuning uchun. Juda ham logikali. No, tibbiyotga qanaqa qaraysiz? Masalan, meni o'zimni auditoriyamdan ham juda ham ko'p so'rashadi, tibbiyotga qanaqa qarashadi, borsa bo'ladi deb. Что men bilaman, juda ham kam, olish protsenti 0.001 desa ham bo'ladi yoki bo'lmasam tibbiyotga asoslangan menejmentlar bo'lishi mumkindir, lekin aynan узкий spetsialistlar, masalan, xirurglar, stomatologlarni именно chet ellik talabalardan olib ularni tarbiyalab, ularga diplom berganini hali men ko'rganim yo'q o'zim bilan. Tibbiyot yo'nalishida ham cheklangan yo'nalishlar bor, ya'ni jarrohlik, siz aytgandek, va plastik xirurgiya, bunga o'xshagan yo'nalishlar va aytaylik tibbiyotni ko'tarib beradigan yo'nalishlarda chet ellik talabalarni kam o'qitadi. Tibbiyotni o'qisa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Ya'ni umuman mumkin emas degan joyi yo'q. Lekin u tibbiyot yo'nalishlarini boshqa davlatlarda ham o'rgansa bo'ladigan yo'nalishlar. O'sha stomatologiya, hamshiralik, davolash ishi, aytaylik felsherlik, shunga o'xshagan yo'nalishlarga Koreya ochiq. Ochiq. Bemalol topshirib o'qisa bo'ladi. Va bu yo'nalishlarni boshqa davlatda ham undan yaxshiroq o'rganish mumkindir balki. Koreyada ham yomon emas. Tibbiyot yaxshi rivojlangan, talabalar yaxshi bilim bera oladi, lekin kutuvni to'g'ri qo'yish kerak. Men Koreyaga borib jarrohlikni o'rganaman emas. Jarrohlikni o'rganadigan talaba tavsiya qilaman, Koreyaga borib o'rganaman deb maqsad qo'ymasin. Shunchaki maqsadi oxiri borib cancel bo'lishga to'g'ri keladi. Boshqa variant yo'q. Tushunarli.
Man o'zim ham lично tibbiyot sohasiga qiziqqan auditoriyamga shu narsani aytaman. Oddiy misol O'zbekistonda ham bu terminlarni yodlab 6-7 yil o'qib, bilasizlar, doktorlik umrini oxirigacha o'qiydi. Bunaqa qilgandan ko'ra, menimcha tez daromadga kiradigan va ikkita mamlakatga ham foyda keltiradigan joyi topishsa, ertangi ish topishga ham oson bo'ladi yoki boshqa mamlakatga migratsiya qilish ham oson bo'ladi deb o'ylayman shaxsan. Endi mana shu o'qish fakultetlaridan gap ketgan ekan, juda ham ko'p universitetlar bor Koreyada va ularning talabi har xil, bilasiz. Ba'zilariga so'ralgan hujjat boshqalariga darsi kerak bo'lmasligi ham mumkin. Endi bizda sertifikatning ahamiyati degan mavzu bor. Juda ham ko'pchilik Koreyaga qanaqa ketsam bo'ladi, sertifikat necha oyda olsam bo'ladi va umuman sertifikat kerakmi yo'qmi degan savolni menga ko'p berishadi. Endi shaxsan o'zim sertifikat olib, yaxshilab o'qib va nufuzli universitetga kirgan bo'lganim uchun men o'zim bilgan yo'lni doim maslahat berib kelaman. Lekin hozirda men bilishim bo'yicha umuman til sertifikatsiz ham Koreyaga o'qishga topshirish mumkin bo'lgan jihatlari bor. Bu haqiqatda hech qanaqa qalbakilashtirilmagan, lekin men o'zim bilmaganligim uchun mana shuni sal kengroq yoritib bersangiz. Bu o'zi qanaqa dastur, nima talab qilinadi va uni ahamiyati nimadan iborat? Hop, sertifikat talab qilmaydigan yo'nalish viza turlari bor, yo'q emas. Asosan imigratsion tarafidan beriladigan vizalarda sertifikat talab qilinmaydi. Bu oldindan shunaqa dastur bo'lib kelgan. Ya'ni oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, til o'rganish kursi. E-viza bitta dastur alohida. Bunga o'xshagan dasturlar yana qo'shimcha yo'q emas, bor. Oldindan hammaga ma'lum bo'lib kelgan dasturlardan bittasi bu Telex viza, til kursi vizasi. Ya'ni bu yerda talabalardan hech qanday til sertifikatlari talab qilinmaydi. Boradi, haftada 5 kun, 4 kun, 4 soat, 5 soatdan koreys tilini o'rganadi. Ya'ni sertifikat talabini qo'yishlikda o'rni yo'q. Chunki o'zi til o'rganishga boryapti. U til sertifikat talabini qo'yishlik xato, noto'g'ri strategiya bo'lib qoladi. Shuni hisobiga o'zi shundoq ham til sertifikat talab qilmaydi. Bu oldindan til kursi o'qishlarida shunaqa bo'lib kelgan. Lekin yaqin yillarda 2023-yildan boshlab Koreya hukumatı yangi dasturni joriy qilishga qaror qildi va uni maqsadi bor. Menimcha hamma bilib turibdi, o'sha magistratura uchun elektron viza. Hozir ommalashib ketdi bizda juda. Va shunchaki o'ylab topilmaydi bu narsa va davlat shunchaki bunaqa qarorlarni qabul qilmaydi. Maqsad? Ya'ni tagida aniq maqsad bo'lishi kerak. Qanaqa maqsad? Koreya hukumatı ya'ni top 10 talik davlat, ya'ni davlat jihatidan top 10 talik ta'lim davlatiga aylanishni maqsad qildi va buning uchun va bu maqomga erishish uchun Koreya hukumatiga bitta statistika kerak. Bu ham bo'lsa, o'qiyotgan chet ellik talabalar soni 300 mingdan oshishi kerak. Demak, chet ellik talabalarni jalb qilish uchun qilinmoqda. 300 ming degan loyiha bu. Bu davlat tomonidan ishlab chiqilgan loyiha va bu loyihani amalga oshirishgacha qo'yilgan muddat 2027-yilgacha deb belgilangan. Ya'ni 2027-yilgacha hozir bosib qolish kerak. Koreya hukumati chet ellik talabalarni 300 mingga oshirmoqchi edi qaror bo'yicha. Va shu uchun turli qarorlarni, turli vizalarni, turli yengilliklarni ishlab chiqdi birinchi bosqichida. Va bulardan bittasi shu elektron viza, magistratura vizasi. Statistika bo'yicha nima uchun aynan magistraturaga bu narsa berildi desa, magistraturaga qiziqish bildirayotgan chet ellik talabalar qolgan talabalarga nisbatan kamroq. Chunki talabi yuqori bo'lgan. Topikdan 4, IELTSdan minimum 5,5 sertifikat talab qilgan. Va Koreyada magistraturani davom ettirmoqchi bo'lganlar uchun talablar anchagina yuqori bo'lgan. Va shuni hisobiga talabalar magistraturada kam. Bu birinchi jihat bo'lsa, ikkinchi jihatda aynan magistraturaga berilganligining sababi magistraturada boradigan talabalarni yosh emas va saviyasi past insonlar bo'lmagan. Va albatta bakalavr diplomi bo'lgan, tushunchaga ega bo'lgan, oliy ta'lim nimaligini his qila oladigan, yoshi katta bo'lgan va mantiqiy fikr oladigan odamlar bo'lgan. Magistraturaga hozir bakalavr diplomisiz hech qanaqasiga borish iloji yo'q. Buni juda ham ko'p so'rashadi mendan. Men bilaman, lekin sizlar uchun so'rab qo'ydim. Va shuni hisobiga magistratura uchun yengillik tariqasida viza berish huquqini immigratsioniga topshirdi va elektron vizani joriy qildi. Va vaholanki immigratsioniga huquq berilgandan keyin immigratsiyaning o'zini qonun qoidalari bo'yicha sertifikat talab qilish majburiy emas. Koreya immigratsiyasi tomonidan berilgan bo'lganligi uchun bu O'zbekistondagi Koreya elchixonasining qonun qoidalari bilan hisoblashmaydi. Hisoblashmaydi, ya'ni ikkalasi ikkita tashkilot va ikkalasi bir-biri bilan teng huquqli tashkilotlar. Shuni hisobiga
elchixonani qarorlariga immigratsionni ba'zi jihatlarida bo'ysunmaydi. Xo'p, til sertifikatsiz bakalavr diplomini olib bo'lgan talaba magistraturada o'qish davom ettirish uchun e-vizaga topshirdi deylik. O'tdi ham deylik. Endi universitet uni olishi uchun unga kerakli bo'lgan eng muhim narsalardan bittasi sertifikat bo'lmasa, nima bo'ladi keyin? Shu qiziq. O'sha birinchi ochilgan yillarida universitet yetarlicha sertifikat bor talabalarni yig'ib oldi. Va anchagina yaxshi saviyali o'quvchilar yig'ildi. Keyingi etapga o'tgan paytda magistratura elektron viza bilan borayotgan talabalarda sifat tushishni boshladi. Tabiiyki, til bilmagandan keyin darslarni tushunishda qiyingarchilik bo'ladi, semestr yopolmaydi. Bitira olmaydi. Shuni hisobiga 2024-yilda til kursi dasturini o'qishni majburiy qildi. Magistraturaga sertifikatsiz bordi degani bo'ldi, men haftada bir kun o'qiyman degan narsa yo'q. Boradi, bir kun magistratura обязательно, qo'shimchasiga 3 kun til o'rganish sharti bilan. Ya'ni haftada 4 kun o'qiydi birinchi semestrda. Lekin koreys domla bo'ladi. Koreys tilida o'rgatadi qo'shimcha va undan tashqari darslarni birinchi 6 oyda tarjimon bilan o'qitadi. Keyingi 6 oydan boshlab koreys tilini o'zlashtirganlar darsini davom ettiradi, magistraturani faqat haftada 1 kun. Va mana shu shart bilan oldi, yaxshi talabalar yaxshi rezultat ko'rsatdi, yomon emas. Lekin tilni umuman bilmaganlar nima qiladi desa, ko'pi yiqildi. Ko'pi nelegalga chiqib ketdi. Biz nelegallikka qancha qarshilik qilishimizdan qat'iy nazar bu narsani biz boshqara olmaymiz. To'g'ri. Biz rostdan nelegal bo'lishga qarshimiz. Va bu nelegal bo'lishga shunchaki qarshilik emas, va iltimos ham qilamiz borayotgan ya'ni yurtdoshlarimizdan va ularni qilgan qarori boshqalarga ta'sir qilishini ham hisobga olsin. Hattoki o'zini qarindoshi yoki do'sti yoki qo'shnisiga ham ta'sir qilishini hisobga olsin. Begonalarni qo'ying, hatto o'sha o'zini yaqinlariga ta'sir o'tkazadi. Bu narsa noto'g'ri bilaman. O'zi yaqinda o'sha nelegallik foizi bo'yicha ham ko'p mojarolar bo'ldi. Bunga yana bafurja to'xtalamiz va bularning ichida mana shu narsa ham bor. Yo'q emas. Hozirgi kunda yomon emas, lekin tavsiya qilamiz, magistraturaga sertifikatsiz ketayotgan talabalarga ham til o'rganib keting. Birinchidan darsni tushuna olish va hatto til kursi o'qigan taqdirda ham tilni tezroq o'zlashtirishga imkoniyat bo'ladi. Ya'ni baza bo'ladi. Va ikkinchisi, tilni bilmasa o'qib ishlashlik qiyin. To'g'ri. Shunchaki bo'lmaydi. Va tilni bilishlik tabiiyki yaxshi ish topishga sabab bo'ladigan narsa. Va mana shu uchun ham til o'rganib ketishni tavsiya qilamiz. Universitetlar hozirgi kunda lekin talabalarni yaxshi o'ylayapti, yomon emas. O'zbeklarga nisbatan universitetlarda hurmat bor. Va hattoki qaror qabul qilindi yaqinda, universitetlar hozir o'zbek tilida o'tiladigan fakultetlarni ham ochyapti. Ya'ni o'zini mutaxassisligini o'zini ona tilida o'rgansa bo'ladi. Faqat sharti 3 yil o'qib beradi. Bu qaysi dastur bo'yicha? Aynan magistratura elektron vizada ba'zi universitetlar hozir bu dasturni joriy qildi, ba'zilar joriy qilish arafasida o'zbek tili fakultetlari ochiladi. Zo'r. Va bundan faqat xursandmiz, chunki bizni hurmat qilishyapti. O'zbeklarga nisbatan hurmat bor. Ya'ni talabalarimiz yaxshi rezultat ko'rsatyaptiki, bu narsa joriy bo'lyapti. Shunchaki emas. Va bularni qadriga yetmaslik baribir o'zimiz qo'limizda. Albatta. Va buni qadriga yetgan talabalar hech qachon nelegalga chiqmaydi. Zo'r. Endi mana shu tema ochilgan ekan, o'zi podkastimizni ko'rayotgan auditoriyamizdan eng ko'p kelgan savol va oxirgi paytda juda ham ko'p shum ko'tarilgan, ya'ni nelegallarning soni Janubiy Koreyada aynan o'zbek nelegallarning soni 10% ga yetsa, Koreya O'zbekiston aholisiga viza berish huquqini mahrum qiladi, bundan ham qiyinlashadi va endi o'qishga bormoqchi bo'lgan yoki Koreyada o'zini karyerasini qilmoqchi bo'lgan odamlarga nima bo'ladi degan savol ko'tarildi. Tabiiyki, ijtimoiy tarmoqlar bunaqa narsani biroz ko'pirtirishga yoki odamlarni vahmaga solishga ham ulgurishdi, lekin ekspert sifatida mana shu yerda hozir butunlay chek qo'ysak va buni plus minuslari umuman nimadan kelib chiqdi, bu qachongacha davom etadi bunaqa bosh og'riq, mana shularga alohida to'xtalsak. Endi meni birinchi savolim, O'zbekistonda o'zbekistonlik nelegallarning soni oldin ham Koreyada kam emas edi. Afsuski 10% ga deyarli yetib qolibmiz. Nimaga endi Koreya endi keskin chora qilishni boshlayapti? Bu nima uchun kerak bo'lyapti Koreyaga? O'zi bu narsani tarqalishida
sal noto'g'ri yondashuv bo'lib qoldi. O'zi biz noto'g'ri tushunib oldik. Agar uni mantiqan o'ylab qarasa, unaqa jiddiy gap gapirilmadi o'sha bo'lgan sammitda ham, ya'ni Koreyadagi bizani elchixonamizni konsul janoblari aytib o'tib ketdi. Agar nelegallar foizi 10% ga oshadigan bo'lsa, Koreya viza berishni to'xtatishi mumkin dedi. Va bu jiddiy muhokama bo'lib ketdi. Ya'ni keskin gap bo'lgani hisobiga vahima uyg'onib qoldi ozgina. Lekin u darajadagi vahima uyg'otadigan darajadagi masala emas deb bilaman. Baribir men bu bo'yicha tashqi siyosat bo'yicha men siyosatshunos yoki siyosatchi emasman, men bundan yiroqman. Shunchaki tajribamdan kelib chiqib aytmoqchi bo'lgan narsam, ya'ni o'zimni shaxsiy fikrimni bildirmoqchiman. Siz aytgandek, oldindan nelegallar foizi kam bo'lmagan. To'g'ri. 60 ga qaytadigan bo'lsa, 2018-2019-yillarda ham 8-9% ni tashkil qilgan nelegallar foizi. Aynan o'sha damlarda ham shu darajada bo'lgan. Va o'sha paytda ham keskin chora qo'llanilmagan. Agar hamma kimdir o'sha paytda vizaga topshirganlar bo'lsa eslaydi, 2018-2019-yilda nelegallar foizi 9% ga oshgan paytda keskinlik choralarini o'rniga qisqartirishlar bo'lmagan emas. Ya'ni bu yerda elchixonalar intervyularni qattiqlashtirgan, qabul qilish tizimlari qattiqlashgan, hujjatlarni tekshirish sinchkovlik darajasi oshgan, universitetlar ish beruvchi rekruterlarni tekshirish ya'ni jiddiy qaralgan va mana shu yechim bilan joyiga kelgan bu narsa. Bu yerda ya'ni birdan vizani yopishlik mumkin emas. Choralar kuchaytirilishi ehtimol bor, yo'q emas. 2021-2022-yilda ham aynan Covid davrini eslang, odamlar kela olmagan O'zbekistonga qaytib. Va nelegallar foiz 15% gacha oshgan. Hatto o'sha paytda ham viza yopilishi, millat bo'yicha bloklanishi mumkin bo'lmagan. Choralar nelegallarga reydlar kuchaydi, deportatsiyalar ko'paydi, amnistiya berib, agar xohishi bilan ketmoqchi bo'lganlarga imkoniyat berildi. Hech qanaqa deportsiz chiqib ketishiga imkoniyat berildi. Maqsad chora ko'rildi nelegallarni kamaytirish uchun. Va bu har doim bo'lgan narsa. Endi meni fikrim bo'yicha nelegallar foizining 1% ga o'sishi bu shunchaki aytaylik strategik tebranish xolos. Bu vahima qiladigan masala emas. Yana boshida aytganimdek, biz nelegal bo'lishga qarshimiz, hatto talabalar ayniqsa. Chunki bizga yetarlicha imkoniyat beryapti. Foydalanishimiz uchun, o'qishimiz uchun, hatto o'qib ishlashimiz uchun ruxsat berilyapti. Va bundan unumli foydalanishimiz kerak deb o'ylayman. Albatta. Hozirgi kunda ham aynan statistika bo'yicha 9% da. Va tabriklayman, o'zbeklar Koreyada 100 mingga yetdik. 100 ming odam aynan hozir o'zbeklar Koreyada istiqomat qilyapti, kimlardir o'qiyapti, kimlardir ishlayapti, kimlardir shu yerda yashaydi va shularning 9% hozirgi kunda nolegal hisoblanadi. Tushunarli. Bu ichida talabalar ham bor. Umumiy holatda shunaqa. Mana shu nelegallik bo'yicha mavzu ko'tarilgan ekan, meni oldimga yaqinda ham bu savol bilan kelishdi. Soxta hujjat bo'yicha vizadan отказ olganlar va ularni qaltis hazillari sabab aziyat chekilyapti. Mana shu nelegal bo'lib chiqib ketgan yoki bo'lmasam soxta hujjat tayyorlab vizadan o'ta olmaganlarning taqdiri keyinchalik nima bo'ladi? Bu meni birinchi savolim. Ikkinchisi o'sha nelegal yurgan insonlarni tanishlari yoki ularga qandaydir uzviy aloqasi bor odamlar keyinchalik Koreyaga kirib kelishmoqchi bo'lishganda ularga qanaqa xavf soladi degan savol o'rtada tashadi. Xo'p, hozir o'sha internetda yana ham avjiga chiqayotgan narsa talabalarga ham отказ berishni boshladi elchixona va ko'piga 8-marta ya'ni moddiy jihatdan отказ beryapti. Sababi o'sha nelegallar foizi bilan bog'liq deb shovqin ko'tarilishayotgani bor gap. O'zi professional va sovuq fikr bilan qaraylikda, talabalarga viza berishi faqatgina nelegallar foizini oshishi yoki tushishi bilan belgilanmaydi. Boya boshdan aytib ketdim. Koreya hukumati 2023-yilning oxirida Koreyada o'qish 300 ming degan loyiha, Study in Korea 300 ming degan loyiha ishlab chiqqan va bu dastur bo'yicha talabalarni yetarlicha qabul qilyapti. Yiliga 8 mingga yaqin talabalar boradi O'zbekistondan. Bitta semestrda, ya'ni 6 oy davomida 4 mingga yaqin talaba boradi. Va bu hamma talabalarning nelegallar foizi aynan talabalarga hozir 8-band bilan отказ chiqyapti degani faqatgina nelegallar foiziga bog'liq masala emas. Va o'sha dasturda men sizga hozir to'liq yoritib bermoqchiman.
shu dastur ishlab chiqilgandan keyin nima deb o'ylaysiz, hozir Koreyada o'qiyotgan chet ellik talabalar soni qancha? Shu 300 dasturidan keyin. Dasturidan keyin. Koreya tez qaror qabul qiladi, bilaman. Bu qarorni tezlashtirish uchun yana ham imkoniyat berishadi. Men nazarimda 200 mingtadan oshgan bo'lsa kerak. Qarang. Chunki talabgor ko'p-da Koreyaga o'qishga. 2025-yil 29-noyabr holatiga ko'ra, The Time News'ni rasmiy statistikasiga qarasak, talabalar soni 2025-yil 29-noyabr holatiga ko'ra 305 mingga yetdi. Уже oshdi. Va bu bo'yicha hukumat ham e'lon qildi. Va hukumat qo'shimchasiga biz ikkinchi bosqichni boshladik dedi. Va ikkinchi bosqichda shuncha talabani birdan qabul qilgan davlat uni sifatini oshirish uchun ham nimadir chora ko'rish kerakmi? To'g'ri. Kerak. Va ya'ni hozirgi kunda 8-band bilan отказ chiqayotganligi bu faqatgina nelegallar foiziga qarab emas. Koreya hukumati ikkinchi bosqichga o'tganligi va ikkinchi bosqichda ham aytib o'tib ketilgan. Biz talabalar sifatini oshiramiz va bu yog'iga multikultural oilalar farzandlarini qabul qilamiz. Va shuni hisobiga, ya'ni multikultural degani biz endi saviyasi bor, ilmiy jihatdan yondasha oladigan, moddiy jihati haqiqatda to'g'ri bo'lgan odamlarni, bolalarni o'qitmoqchimiz. Va bu orqali biz talabalar sifatini oshirmoqchimiz endi. Bizga endi sifatli talabalar kerak. Biz maqsadimizga erishdik. Va ikkinchi bosqichni boshladik. Va buni ta'siri hozirgi kunda sezilyapti desak to'g'ri bo'lishi mumkin. Ya'ni aynan talabalik vizasi bilan bog'liq откazlar yoki talabalik vizasi bilan bog'liq qarorlar aynan mana shu bosqichga tegishli bo'lishi ham mumkin. Bu yo'q narsa emas, bu haqiqat. Demak, hujjat topshirayotgan talabani ota-onasini o'qimishli bo'lishi yoki bunday ahvoli endi yana ham qattiqroq tekshiriladi deb tushunsak to'g'ri bo'ladimi? Shunaqa, ya'ni talab oshadi. Qabul qilish terminlari o'zgarishi mumkin, qabul qilishdagi choralar kuchayadi. Qo'pol qilib aytganda, kim to'g'ri bo'lsa, maqsadi to'g'ri bo'lsa, niyat to'g'ri bo'lsa shu viza oladi. Yaxshi. Bu bir tarafdan yaxshi. Biz ham shuni tarafdorimiz. Va siz aytgan boshida aytgan savolingizdek, o'shanda talabalarni har xil hujjatlar tayyorlashi kamayadi. O'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Chunki tekshiruv yetarlicha bo'ladi, intervyular kuchaytiriladi, hujjat tekshirish sinchkovligi oshadi, universitetlar tekshiriladi, universitetlarni qabul qilish jarayonlari hukumat nazoratiga o'tishi mumkin balki. Hujjat jarayoni tayyorlash jarayoni qiyinlashgani hisobiga albatta saviyali odamgina buni oxirigacha yetkazadi, suhbatlardan o'tadi, kerak bo'lsa vizani qabul qiladi. Mana shu joyda endi talabalarga haqiqiy professional insonlarning yordami kerak. Shunchaki kecha bugun ochilib 7-8 yillik tajribam bor deb oladigan odamlar emas. Haqiqiy tajribasi bor insonlarning yordami kerak. Va bu o'rinda talabalarni ham men tavsiya qilgan bo'lardim. Shaffoflik bo'lsin, tekshiruv o'zingiz tekshirib ko'ring, o'rganib ko'ring, surishtirib ko'ring va ishonch hosil qilib topshiring. Hatto konsaltinglar bo'lsa ham, boshqa tegishli ya'ni odamlar bo'lsa ham, ularni tajribasidan, ya'ni bu yog'iga faqat tajriba rol o'ynaydi. Va albatta til o'rganib keting, chunki bu sizga nafaqat O'zbekistonda Koreyaga ketish uchun tayyorgarlik ko'rayotganingizda, balki Koreyadagi hayotingizga ham tabiiyki kerak bo'ladi. Chunki tilni bilmagan joydan borib turib, ularni qanaqadir rivojlanish sirlarini o'rganib qaytishni iloji bo'lmaydi men nazarimda. Vot nelegallik to'g'risida gapirganimizda deport hodisalari haqida ko'p gapirishadi, mendan ham ko'p yozishadi. Koreyadan deport bo'lib qaytib kelganman. Odatda 5 yil deyiladi, lekin ko'pchiligiga ma'lum emas bu narsa. 5 yilga degan bilan Koreya umrga eshiklarini ham yopishi mumkin. Deport olib kelgan insonlarni oilasidan farzandimi, jiyanimi, yaqin tanishimi, ukasimi Koreyaga ketmoqchi bo'lsa, ta'sir qiladimi bu to'lqin? Ta'sir doirasini o'tkazadi. Agar qarindoshi, eng yaqin qarindoshlar belgilangan, u yerda o'sha ota-onasi, aka-ukasi bo'lsa, agar kimdir Koreyada nelegal yurgan bo'lsa, u inson O'zbekistonga qaytib kirmaguncha viza ola olmaydi. O'zbekistonga qaytib kirgandan keyin berish ehtimoli bor. Ehtimoli bor. Shunda sababi jiddiy emasligiga qarab. Agar jiddiy holatlar yuzasidan bo'ladigan bo'lsa, qanchadir muddatga cheklov qo'yilishi mumkin. Hattoki o'sha o'zini farzandi bo'lsa ham, aka-ukasi bo'lsa ham. Chunki Koreyada noqonuniy istiqomat qilib turgan insonni
qarindoshi kirishi mumkin emas deb belgilangan va u qachonki O'zbekistonga qaytib keladi undan keyin ruxsat beriladi. Tushunarli. Endi mana hozir siz juda ham ko'plab talabalarga viza olishlarida yordam bergansiz, hattoki Koreyaga borgandan keyin eson-omon kutib olib, joylarga joylashtirib qo'yish bo'yicha ham o'zi professional tajribaga egasizlar. Koreyaga ketayotgan talabalarni juda ham ko'pchiligi masalan tilni hali ingliz tili bo'lsin, koreys tili bo'lsin yaxshi bilmasdan borish ehtimoli katta. U yerda qanaqa yo'l topaman, qanaqa narsa tanlayman degan xavotirlar yoki bo'lmasam Koreyaga o'rganish jarayoni qiyin bo'lishi mumkin. Endi shunaqangi bir maslahat beringki, auditoriyamizga Koreyaga ketishdan oldin qanaqa ijtimoiy choralarni ko'rib qo'ysa, Koreyadagi hayoti nisbatan yengilroq o'tadi. Birdaniga muhit o'zgarganda nimalarga tayyor bo'lishi kerak? Xo'p, muhit o'zgarishdan oldin boya aytganimdek, albatta til o'rganib ketish kerak. Qanchadir muddat bo'lsa, ba'ziviy bo'lsin, hech bo'lmasa koreys tilini o'rganib ketishlik bu faqatgina foyda keltiradi. Va muhitga keladigan bo'lsak, muhit o'zgaradi, to'g'ri. O'zbekiston emas, hamma ham bu yerda O'zbekistonning aholisi emas, koreyslar bilan muloqot qilishga to'g'ri keladi va bu yerda madaniyat, nafaqat madaniyat, balki ijtimoiy holatda ham o'zgarish, farqlar bor. Va ularga ko'nikib ketish ham, adaptatsiya qilish ham oson emas, hattoki ob-havoga. Va shuni hisobiga talabalarga tavsiya qilgan bo'lardim, agar rostdan Koreyada o'qib, yaxshi karyera qilmoqchi bo'lsa, ketishdan oldin tibbiy ko'riklarni yaxshilab o'tsin. O'zini sog'lig'i yuzasidan. O'zi aslida har bitta inson har 3 oyda yoki har 6 oyda bir tibbiy ko'rik qilib turish kerak. Ayniqsa chet elga ketayotganlar. Chet elga borishdan oldin albatta tibbiy ko'rikdan o'tsin. Sog'liq haqida yaxshiroq qayg'ursin, chunki nafaqat bu muhitga moslashishda, balki Xudo ko'rsatmasin agar kasal bo'lib yo shamollab qoladigan bo'lsa ham, Koreyadagi tibbiy ko'riklar boshda borganda juda qimmat tuyuladi. To'g'ri. Chunki Koreyada meditsina qimmat. Va iloji boricha adaptatsiya jarayonida kasal bo'lmaslikka harakat qilish kerak. Va moddiy jihatini ham hisobga olib ketsin. Borgandan ota-onalarga ham iltimos qilgan bo'lardim. Bolangiz borgandan keyin 6 oy ichida undan moddiy talab kutmang iltimos. U bola adaptatsiya qilish uchun yoki u bola o'zi moslashib yoki o'zini bir erkin his qilish uchun kamida 6 oy vaqt kerak. Borishidan ham o'qib ham ishlaysan, uyga pul jo'natasan degan bir fikrlarni singdirmang iltimos. Hech bo'lmaganda 6 oy, bo'lmadi deganda 1 yilga ruxsat bering, u bola borib moslashsin, tabiatga moslashsin, o'zini tiklasin, odamlarga kirisha olsin, ijtimoiy holatini o'nglab olsin. Undan keyin bu narsalar qilinadigan narsa. Men shu joyda ba'zida shunaqa holatlarni eshitib juda xafa bo'lib ketaman. Talaba hali yetib bormasdan ota-onasi qachon ishlaydi, borib sirasi ishlasa bo'ladimi degan savollar bo'ladi. Va baraka topgur. Bu bola mana Samarqandga yoki boshqa bir viloyatga chiqib ketgani yo'q, bu boshqa davlatga ketyapti. Begona odamlar. Begona odamlar, begona madaniyat, boshqa tabiat, boshqa til. U yerda oson bo'lmaydi. Albatta. Shunchaki moslashib keta olmaydi. Va shuning uchun iltimos qilaman ota-onalardan ham bolalaringizga imkoniyat bering. Bo'lmadi deganda 6 oy, bo'lmasa 1 yilga ruxsat bering, imkoniyat bering, shu indamay, tegmay shu moslashib olsin. Va bu muhim narsa. Va ketishdan oldin agar imkoniyat qila olsa, onlayn ishlay oladigan sohalarni, zamonaviy kasblar bo'lib qoldi hozir. Shularni hech bo'lmasa o'zlashtirib ketsa yaxshi deb bilaman. Chunki adaptatsiya qilishdan keyin ham baribir ish topib, to o'zini o'nglab olgungacha onlayn ishlab ham kun ko'rsa bo'ladi. To'g'ri, fikringizga qo'shilaman. Sababi aynan Koreyada IQ darajasi yuqori talabalarni va Koreyaga borayotgan talaba nafaqat ingliz tili yoki koreys tilini bilishi, balki qo'ldan boshqa skilllar ham kelishi kerak bo'ladi. Hard skill bo'ladimi, soft skill bo'ladimi? Sabab Koreyada pul topish yoki bo'lmasam shuncha insonlarning oldida raqobat qilish juda ham qiyin bo'lgan va meni o'zimga ham shaxsan Koreyaga borganimda koreys tilini yaxshi bilishdan tashqari bo'lgan qobiliyatlarim yordam bergan. Masalan, rus tilini yaxshi bilgan bo'lganim uchun tarjimalarga chiqqanman yoki Word, Excel va boshqa kompyuter programmalar bilan yaxshi ishlay olganim uchun mehmonxonada menejer bo'lganman. Hech qachon zavodda ishlamaganman. Lekin juda ham xalqimiz orasida ommalashgan borish bilan zavodda ishlash yoki bo'lmasam
yana bitta kulgili lekin bir tomondan yig'lashli narsa, kommentariyalarda o'qib qolaman ba'zan, kelavering ukam tekpadan joy qilib beraman deyishadi. Chunki borishi bilan tushadigan joyi ma'lumdek va shu narsani bo'yniga olib ketishyapti. Yo'q, aslida Koreyani boshqa tomoni ham bor va haqiqatda tildan boshqa rahmatli aytganlarda navikalaringiz bo'lsa, non topish yoki bo'lmasam sizni qadringizga yetib sizga rozi bo'lib pul beradigan ish beruvchilarni ham topish osonroq bo'ladi deb o'ylayman. U tekpa oson masala emasda. Tekpaga hamma ham chiqa olmaydi. Tekpaga quvvati bor, haqiqatda og'ir mehnat qila oladigan insonlar uchun. Tasavvur qiling, 160 bola, 60 kilolik bola o'qishga ketyapti. U qanaqa tekpada ishlaydi? U nimani ko'taradi? Qaysi yukni tushirsin? Misol uchun arbeit qiladimi? Arbeitga chiqar. Tilni bilmasa nima qiladi? Kimdir qo'lida ishlaydi. Shunaqa. Kimdir uni ustidan pul yeydi shu. Mehnatiga nisbatan kam oylik olishga rozi bo'ladi. Chunki biz bilamiz, Koreya bilasiz, что o'zini madaniyatini, tilini juda ham qadrini baland ushlashga harakat qiladi. Va Koreya territoriyasiga kirib borganingiz o'zida biz ishlatadigan oddiy приложенияларdan tortib, hamma narsa koreys tilida olib boriladigan boshqa приложенияларga aylanadi. Masalan, Telegram KakaoTalk'ga aylanadi, Google'miz Never'ga aylanadi. Bu oddiy misollar. U yerda hamma narsani koreys tilidaligini hisobga oladigan bo'lsak, til bilmagan bola borib turib, qaysi knopkani bosishni bilmasa yoki bo'lmasam hech bo'lmaganda o'ziga nimadir buyurtma qila olmasa, kasalxonalarga borishdan oldin bilasiz, albatta bron qilib borish kerak, immigratsionnga hamma joyga albatta bron qilib borish kerak va bu приложениялар hammasi koreys tilida bo'lgandan keyin til bilmasdan borsa, o'sha mash joyini o'zidan alohidalashish boshlanadi. Meni o'zimda ham juda ham ko'p shunaqa holatlar bo'lgan. Koreyani men haqiqatda boya siz ta'riflaganingizdek imkoniyatlar mamlakatida bilganman va maksimalni qo'limdan kelgan imkoniyat yangi bilimni olishga harakat qilib borganman. Lekin juda ham ko'plab til bilmagan yoki qo'ldan o'sha qanaqadir skillari kelmagan odamlar Koreyaga borib qolishganda Koreya haqida noto'g'ri tasavvur uyg'ongan. Hidi yoqmagan, ovqati yoqmagan, madaniyati yoki odamlarning o'zini tutishi yoqmagan. Lekin meni tasavvurimda Koreya biroz boshqacharoq. Hatto biz bitta mamlakatga borganmiz u insonlar bilan, lekin bizning tasavvurlarimiz umuman boshqa va buni eng katta sababi shu tilga bog'liq deb o'ylayman. Chunki til bilsa, koreyslarning qanchalik mehmondo'st, o'zbeklarga o'xshab ketadigan fazilatlari borligini, rag'batlantirish kuchliligini his qila oladi. Koreya madaniyatidan o'rgansa bo'ladigan va o'zi uchun qandaydir manda insight oladigan tomonlari bor deb bilaman va albatta Koreyadagi talabalik hayoti talabalikka mos, sho'x, shodon, quvonchli, zavqli ham o'tishi kerak. Shu jumladan ham men juda ham iltimos qilgan bo'lardim. Unda rahmatli aytganlaridek til va undan tashqari onlayn ishla oladigan qanaqadir skilllarni bilib borishlarini. Endi yana bitta masala oldinga chiqadi. Boya biz fakultetlar masalasi haqida to'xtaldik. Juda ham ko'p meni yosh auditoriyamda nima kasb tanlashni bilmaslik, ayniqsa Koreyaga borganda qaysi soha yaxshi, qaysi sohadan tezroq daromadga kira olaman, aynan qaysi soha ham xavfsiz, ham aytaylik raqobat kamroq degan savollar chiqadi. Endi siz o'zingiz qo'lingizdan o'tgan ko'p talabalarga konsultatsiya berish jarayonida ularning kerak bo'lsa kelajagiga ozgina miqdorda bo'lsa ham o'zingiz pozitiv hissingizni qo'shgan odam sifatida qanaqa fakultetlarni, qaysi universitetlardagi fakultetlarni ko'proq demak oldinga chiqargan bo'lardingiz, tavsiya qilgan bo'lardingiz va aynan shu fakultetlarga tayyorlanayotgan talabalar yana nimalarga tayyor bo'lishi kerak Koreyaga ketish jarayonida? Xo'p, boya aytgandek, o'zi chet ellik talabalarni o'qitadigan yo'nalishlar sanoqli va bundan tashqari ham yo'nalishlar bormi? Yo'q emas, bor. Va o'qisa bo'ladigan va o'qisa haqiqatda kelajagi bor bo'lgan sohalar ko'p. Meni ya'ni o'zimning shaxsiy qarashimda keyingi oxirgi 10 yillikni hisobga olib agar talaba yo'nalish tanlaydigan bo'lsa, menimcha ancha manfaatli bo'ladi. To'g'ri. Chunki talaba borib o'qishni bitirib kelgungacha va aynan o'qigan sohasi ommalashgungacha kamida 4 yil vaqt kerak. Ya'ni bu degani kamida 6 yil, 7 yil shu sohada ishlab, yaxshi rezultat qilib, yaxshi karyera qilish uchun oxirgi 10 yillik statistikani ko'ra olish kerak. Meni fikrimcha shunaqa. Meni hozirgi kunda oxirgi 10 yillikda qaysi sohalar keng rivojlanadi, aynan O'zbekistonda ham boshqa davlatlarda ham deb so'rasa, menda bir nechta variantlar bor. Ya'ni o'zimni dunyoqarashimdan kelib chiqib. Tavsiya qilaman, agar hali yo'nalishni aniq tanlay olmayotganlar bo'lsa, smart avtomobillar yo'nalishi qo'shildi. Bu yo'nalish bizga kerak va mutaxassislar zarur.
chunki bu yog'iga elektromobillar ko'payishi, smart avtomobillarni oshishi va dasturlar, hattoki mashinani detallari smartlashib borayotganini hisobga oladigan bo'lsak, smart avtomobillar yo'nalishi keyingi oxirgi 10 yillikda top darajaga chiqadi. Bu yaxshi yo'nalish. Shaxsan men o'zimga ham yoqadi. Va bundan tashqari psixologiya yo'nalishi menimcha keyingi 10 yillikda menimcha yaxshi rivojlanadi. Chunki odamlar borgan sari asabiy bo'lib boryapti, stress ko'p, bu hayot kechirayotgan nimamizda, ya'ni zamonda odamlar juda dangasa bo'lib ketgan, tez depressiyaga kirish holatlari ko'p bizda va yaxshi psixologlar bizga bu yoqqa kerak bo'ladi. Ya'ni bu ham yaxshi yo'nalish. Undan tashqari financial management yo'nalishi bor. Chunki bu yoqqa elektron banklar ko'payib boryapti, hatto O'zbekistonda ham. To'g'ri. Va bu yo'nalishni bitirganlarga ham kelajakda yaxshi karyera kutyapti. Tal yo'nalish tanlay olmayotganlar bo'lsa, mana shu yo'nalishlarni shaxsan o'zim tavsiya qilardim. Va qolgan yo'nalishlar ham o'lmaydi. IT yo'nalishi ham faqat rivojlanadi. Boshqa fakultet, turizm yo'nalishlari faqat o'sadi. Menejment bizga yaxshi hosting qila oladigan odamlar kerak. O'qisa mana shu yo'nalishlarda o'qishni tavsiya qilaman. Aynan qizlarga qanaqalarni alohida aytib keta olasiz? Mana shu savol ham ko'p keladi. Qizlar uchun ham boyatdan psixologiyani o'rgansin. Psixologiya, yana kerak. Turizm mana qizlar uchun yaxshi yo'nalish deb bilaman. Dizaynerlikni ko'p so'rashadi. Fashion design, menimcha fashion design bu oziq-ovqatga o'xshaydi. Doim kerak. Oldindan kerak bo'lib kelgan va bu yog'iga ham kerak bo'ladi. U ham yaxshi yo'nalish. Yana nima qizlarga yo'nalish qilish mumkin? Boya aytganimdek, financial management ham qizlarga tushadigan yo'nalish. Koreys filologiyasini o'rganish mumkin. Koreys filologiyasi ham qaysidir ma'noda to'g'ri. Agar umumiy olib qaraydigan bo'lsa, butun misol xohlagan davlatimni ishlay olaman desa, boyagi yo'nalishlarni tavsiya qilaman. Nafaqat Koreyada, O'zbekistonda ham, boshqa Qozog'iston, Qirg'izistonga chiqib ishlayman desa, mana shu yo'nalishlar bo'yicha har doim sohada kamchilik seziladi va mutaxassislar kerak. To'g'ri. Bu umumiy olganda shu yo'nalishlarni tavsiya qilaman. Zo'r. Endi kunni kecha storiesimga qo'ygandim, shu auditoriyamdan qanaqa savolinglar bo'lsa beringlar deb. Men bu savollarni birin-ketin o'qib ketaman sizga. Maksimal aniq va qisqa javob bersangiz bo'ladi, chunki savollarimiz juda ham ko'p. Tayyormisiz? Topikning yuqori balli qanaqa imtiyozlar beradi talabalarga? Scholarship, grant dasturlari va hattoki aytaylik, ish topishda ham, ishga kirishda ham kerak. Hatto bitirayotganda ham til sertifikati muhim. Zo'r. Koreyadagi nufuzli universitetlarning juda ko'pchiligida dinga aloqador bo'lgan majburiy fanlar o'qitilishi haqida ko'p gapirishadi. Bu haqida fikringiz? To'g'ri, ba'zi universitetlar hattoki majburiy fan sifatida qo'shilgan, ba'zi universitetlarda dinni emasda, din tarixini o'rgatadi. Bu ham haqiqat, ya'ni xristian dini tarixi degan yo'nalishlar bor, ba'zi universitetlarda o'rgatiladi. Keyingisi, nufuzli universitetlarga 100% grant bilan kirish uchun yana qanaqa hujjatlar talab qilinadi? Yaxshi recommendation letter, yaxshi yozilgan study plan kerak va albatta scores, til scoresi muhim. Kamida 4 topik yoki IELTS 6.5 kerak. Topikni 2 darajasi bilan Koreyaga ketsa bo'ladi deb eshitganmiz, rostdan shunaqami? Bo'ladi. Kasbiy ta'lim yo'nalishi bor. Dayikka 1 viza beradi, topik 2 sertifikat bilan topshirsa bo'ladi. Koreyada magistratura bosqichida akademik ta'til olishning imkoni bormi va u qancha muddatga beriladi? Uni taxminan universitet belgilaydi, minimum 6 oy bo'lishi mumkin. Koreyaga til sertifikatsiz borganda nimalarni yo'qotadi? Vaqt yo'qotadi. Chunki boradi, iloji yo'q, 6 oy kamida 1 yil til o'rganish kerak bo'ladi. 1 yil kechikadi bitirish jarayoni. Talabalar Koreyada mehmon viza bilan oila a'zolaridan birini taklif qilsa bo'ladimi va kimlar uchun? Kamida 6 oy magistratura yoki bakalavrni o'qiyotgan talabalarga ruxsat beriladi. O'zbekistonda 1 yil o'qib, keyin Koreyaga ko'chirsa bo'ladimi? Men O'zbekistonda o'qib turib perevod qilish yo'llari bormi? Bor, ko'chirsa bo'ladi. Ko'p universitetlar oladi, ya'ni exchange dasturlari ko'p. Buning uchun qaysi fakultetdan boshlab tayyorgarlik ko'rish kerak? Fakultet deyarli barcha fakultetlarda mos universitetlar topsa bo'ladi va 2026-yil kuzgi semestr qabullari mana ochilgan bo'lsa, hozir birinchi bo'lib transfer va exchange dasturlariga viza berish boshlanadi. Sayohatga ketmoqchi bo'lganlarga viza olish jarayoni qiyinlashdi deb eshitdik, shu to'g'rimi? Ha, chunki bu yerda asosan sayohat vizasini berish turfirmani, ya'ni o'sha ishonchiga bog'liq. Agar turfirma
o'zi garantiyaga ola oladigan bo'lsa keyin beradi vizani. Zo'r. Etnik koreyslar bilan oddiy o'zbek aholisi Koreyaga hujjat topshirayotganda etnik koreyslarning imtiyozi bormi? Imtiyozi bor. Viza olishi juda oson va etnikligini hisobga olganda H1 viza beradi. Va vizani olishlik nisbatan hamma vizaga qaraganda oson. GKS grantini yutib universitet qabul qilgan bo'lsa ham vizani ola olmaslik ehtimoli bormi, xavfi bormi? Oldin GKS dasturi yutiladi, undan keyin universitetning aytaylik letter xatlari olinadi. Birinchi GKS ning suhbatidan o'tgandan keyin bo'ladi va GKS ni yutganlar tabiiyki viza oladi. Demak, GKS viza dasturini, GKS dasturini olganligi bu vizani kafolatlab beradi. Zo'r. Koreyaga o'qishga borishni minimal yoshini ko'p so'rashadi mendan. Ya'ni biz til kurslari deymiz, bakalavr deymiz. Eng minimal yosh necha yoshdan boshlab? Minimal 17 yosh. 16 yoshlar ham ba'zida hisobga olinadi. Agar holat bo'lishi mumkin, 2 yil oldin maktabga kirish bo'lgan bo'lsa, ya'ni o'sha yerda ota-onaning ruxsati bilan viza beriladi. Bu tajribada bo'lgan holat bo'lishi mumkin. Voyaga yetmagan bo'lsa hali ota-onasidan kimdir birga olib chiqib ketish kerak emasmi? Chunki 16 yoshdan pasport beradi-da. Demak, ruxsat bor. Zo'r. Koreyaga hujjat topshirayotganda konsalting firma bilan topshirishni nima afzalliklari bor? Xo'p, afzalliklari boya aytdim, bu haqida ham talabalar hammasi o'zi topshirish huquqiga ega agar saytlarni to'g'ri ishlata olsa. Lekin vaqtini tejayman, mablag'imni tejayman, to'g'ri strategiya bilan va aniq viza olishim kerak deb belgilansa, ya'ni shunaqa maqsad qo'yadigan bo'lsa, konsalting bilan ishlash tavsiya qilinadi. Chunki universitetlarning bari toifalari bor, uni to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlash ham bu murakkab jarayon. Boya aytdim, yo'nalish tavsiya qiling deb so'raydiganlar ko'p bo'ladi va yo'nalishni ham to'g'ri tanlash, universitetni moslash ham qaysidir ma'noda konsalting bilan oson kechadi. Janubiy Koreyaga high school, ya'ni kollej litsey yoshida ham borishning iloji bormi va tajribasi bo'lganmi bunaqa holat? Hozir yaqinda shu narsaga qaror qabul qilinyapti, lekin hali to'liq bu dastur ishga tushgani yo'q. Yaqin orada yangilik bo'lib qoladi degan umiddamiz. O'sha kollejni ham Koreyada tamomlab kelish, ya'ni 9-sinf bitirgandan keyin high schoolni ham Koreyada o'qish imkoniyatini berishmoqchi va hozircha bu narsaga to'liq ruxsat berilmadi. Yangilik bo'lsa demak yana bitta podkast olar ekanmiz. Allaqachon O'zbekiston davlat universitetlarida o'qiyotganlar malaka oshirish yoki shunga o'xshagan dasturlar bilan Koreyaga borish imkoniyatlari qanchalik rost, qanchalik baland? Agar universitet qo'shma dastur o'rnata olgan bo'lsa, Koreya universitetlari bilan universitet tarafidan qilsa bo'ladi. Tajribangiz davomida nufuzli universitetlarga kirishga ham yordam berganmiz. Seoul Nationalda o'qigan talabalar va hattoki bitirganlar bor. Koreya universitetida har yili talabalar yuboramiz. Yonsei universiteti bilan men hozircha ishlamoqchi emasman va keyingi planimda ham yo'q va bundan tashqari Konkuk va Kyunhee universitetlariga ham juda ko'p talabalar yuborganmiz. Yoshi 25 dan oshgan talabalarga Koreyaga ketish imkoniyati kam. Bu haqida qanaqa fikrdasiz? Umuman 25 yoshdan oshganlarni Koreyaga ketish imkoniyati qanchalik katta? Imkoniyat bor agar tilni bilsa yoki sertifikat bo'lsa, bakalavr vizalarni yoki til kursi, hattoki o'sha aytaylik kasbiy ta'lim vizalarini ham ola olishi mumkin. Bakalavrni bitirganlar bo'lsa 25 yoshda bemalol magistratura vizasini olsa bo'ladi. Bakalavrga necha yoshgacha qabul mumkin? Bakalavrda asosan yosh chegaralari umumiy qo'yilgan o'zi aslida vizalar uchun 40 yoshgacha da belgilangan. Misol uchun bizada bor, yosh katta bo'ldi degani ta'limdan uzildi degan narsa bor-da, tushuncha bor. Shuni hisobiga ko'pchilik bizada o'ylaydi, yoshim katta bo'lib qoldi, bo'ldi, keta olmayman, vizaga topshira olmayman deb. Lekin elchixona bu yerda yoshning katta bo'lishini emas, ta'limdan uzildimi yo'qmi, shuni tekshiradi. Ya'ni bo'lishi mumkin, yoshi katta bo'lib ham o'qishni endi bitirgan bo'lishi mumkin. Agar bakalavr diplomi bo'lmasa-chi? Bakalavr diplom bo'lmasa, yo'q, mumkin emas. Hattoki kollejlarni ham kechroq o'qib bitirganlar bor-da, yosh katta bo'lganlar. Va ular nima uchun huquqdan foydalanmaslik kerak? Va ular ham imkoniyatga, ya'ni munosib bo'lgan odamlar. Demak, men tushunishim bo'yicha oxirgi bitirgan ta'lim dargohi bilan hozir Koreyaga topshirayotgan vaqti orasida juda ham katta uzilish bo'lmasligi. 3 yillik, 5 yillikda hisobga olinadi. Tushunarli. Vot magistraturaga bo'lsa yosh chegarasi belgilanmagan.
umumiy belgilangan yosh chegarasi 40 yoshgachadir. Bu ham Va 40 bor, yoshgacha desam bo'lgan magistraturani kechroq bitirganlar ham viza olish huquqiga ega. Tushunarli. Qaysi universitetlarni bitirgan yoshlar O'zbekistonga qaytib kelishganda nostrifikatsiyadan o'tib ketish yoki shunaqa holatlar bo'yicha ozgina tushuncha berib keting? Xo'p, O'zbekiston tan olgan statistik qo'mitalar bor. Bulardan eng mashhuri shu QS belgilangan. Bizda QS bo'yicha top mentalga kirganlar diplomi nostrifikatsiya qilinadi, lekin hech qanday imtihonlarsiz. Va bundan tashqari Aziyana belgilangan statistika bor va bu ham O'zbekiston tan olgan va Aziyanada top mentalga kirganlar ham bemalol nostrifikatsiya qilish jarayonida imtihon topshirmaydi. Va bunga o'xshagan bir nechtalar bor. Men sizga iloji bo'lsa hammasini qo'mitalarni yozib tashlayman. Qo'yib qo'ysangiz, menimcha hammasi manfaatli bo'ladi. Albatta. O'zbekistonda 4 dan 5 ta, men adashmasam 5 tagina qo'mitada agar o'sha qo'mitalar tan olgan universitetlar bo'lsa, nostrifikatsiya qilinmaydi. Yana bitta savol meni qiziqtiradi. Men aynan o'zim konsalting xizmatidan foydalanmasdan ketganman. Ochig'i xohlamaganimdan emas, chunki men Koreyaga o'qishga ketayotgan vaqtimda Koreyaga ketish imkoniyatlari haqida ishonch bilan gapiradigan ishonchli joylarni topish juda ham qiyin bo'lardi va juda ham ko'p odamlar aldanib qolishardi. O'shaning uchun men o'zim ketganman. Hozir yaxshiyamki konsalting firmalar yaxshilari ko'p va ularga ishonsa bo'ladi. Masalan, bittasi sizni kompaniyangiz. Lekin xalq orasida shunaqa gaplar yurishadi. Konsalting firmalar odatda talaba soni kam bo'lgan, hattoki koreyslar ham kam bo'lgan poytaxtdan tashqaridagi universitetlardan ko'proq joy qilib berishadi degan. Bu narsaga qanaqa qaraysiz va o'zi umuman siz oldingizga Koreyaga o'qishga ketaman degan talabalarda aniq jiddiy qaror bo'ladimi qaysi universitetga ketish haqida yoki sizlar boshdan oxirigacha soprovojdat qilib, ularga tushuntirib, hattoki ularni o'rniga o'ylab berasizlarmi bu narsani? Yo'q, bizda avvalo kelgan talabani fikri o'rganiladi va o'zini qiziqishlari o'lchanadi. Balki o'zi tanlagan universiteti bo'lsa va biz u universitet bilan hamkorlik qila oladigan bo'lsak, aynan o'zi qiziqqan universitetga topshirib beramiz. Lekin odatda kelgan talabalarda o'zimizdan variant so'raydi. Qanaqa universitetlar bor, qaysini tavsiya qilasiz deb. Va bizda nafaqat boya aytganimdek nufuzi reytingi pastroq bo'lgan, balki eng nufuzli bo'lgan universitetlar bilan ham ishlaymiz. Va kelsin tanlov keng, tanlovni qilsin va o'zi xohlagan universitetga topshirib beramiz, o'zi xohlagan yo'nalishga topshirib beramiz. Siz aytayotgan narsani ommalashishga sabab bo'lgan narsa bu kasbiy ta'lim. Bizda hozir misol 2023-yildan beri kasbiy ta'lim vizalari bizda ochildi. 2023-yilni bahorgi semestrda boshlangan. Va kasbiy ta'limda xohlasangiz, xohlamasangiz va talabalar ham to'g'ri tushuncha qilib olishini xohlagan bo'lardim, chin dildan, chunki menga ham juda ko'p savol bo'ladi. Xohlasak, xohlamasak kasbiy ta'lim o'qimoqchi bo'lgan kollejlarimiz qaysidir zavodni yoki qaysidir bitta fabrikani yonida joylashgan bo'ladi. Va uni maqsadi o'sha fabrika, o'sha zavodga professional ishchi tayyorlab berish. Va bu degani kollejlar shaharlarda joylashgan bo'lmaydi. Bu haqiqat, bunga to'g'ri qarash kerak, ya'ni tabiiy qabul qilishimiz kerak bu narsani. Chunki kasbiy ta'lim bu kasb o'rgatadi. 2 yil davomida. Va u kasbni o'rgangandan keyin talaba nima qilsa, talaba ishchi viza bilan Koreyada qolib ishlashi kerak. O'zi aslida. Lekin ba'zi holatlar bor, hozir urfga kirgan sari strategiyalar ko'payaveradi-da. Ba'zi talabalar hozir mana ko'p uchrayapti, kasbiy ta'lim borib kel ishlasam, o'qib ishlasam-da, sal o'zim kelib olganimdan keyin bakalavrga o'tib 3-4-kursni bakalavrda yaxshi universitetda tamomlab, diplom olib qaytmoqchiman. Ya'ni uje dastur eskirdi, bu yog'iga strategiyalar shunaqa ko'payib boraveradi. Lekin kollejda top 2 bilan borib o'qiyman deganlar, men qanaqadir chiroyli shaharda o'qiyman demasin. Chunki boya aytganda xohlasa, xohlamasa u kollejlar chetkada joylashgan. Shuning uchun kasbiy ta'limdagilarga tavsiya qilinadi. Kasbiy ta'limga bormoqchimisiz, to'g'ri, ya'ni tabiiy qabul qilib boring. U joyda borib o'qiyotganingizdan ko'ra yashash joyingizni shahardan qilishingiz mumkin. Haftada 1 kun bo'lsa 1 kun, 2 kun bo'lsa 2 kun borib o'qib kelasiz. Kvartirangizni shahardan qilib olsangiz bo'ladi.
ya'ni agar qatnashga erinmayman desangiz yoki universitetda agar qolib o'sha yerda o'qib ishlayman desangiz ya'ni katta kutuv qo'ymang. Tushunarli. Men kutuvlarga to'g'ri qo'yilgan maqsadiga va Koreyaga borgandan keyin nima qilaman degan niyatiga ko'p narsa bog'liq bo'lar ekan. Shu o'rinda aytib ketmoqchiman, nufuzli universitetda bitiruvchi sifatida bitta paytda o'zida ham ishlab ham o'qigan odam sifatida haqiqatda qiyin bo'lgan, juda ham qiyin bo'lgan. Ayniqsa men o'qigan yillarimda Janubiy Koreyada O'zbekiston aholisini soni 100 mingtaga yetmagan bo'lgan aniq va aytaylik o'zimni vatandoshlarimdan qanaqadir motivatsiya, podдержка olish degan narsalar men uchun yod bo'lgan desam, mubolag'a bo'lmaydi. Va ana shunaqa holatda o'qiyotganimda men nufuzli universitetda borib qo'yibman menga o'xshagan aqlli yoki mendan ham aqlli insonlar borligini bir muddatga esimdan chiqarib qo'yganman. Haqiqatda raqobat kuchli bo'lgan va ko'p sinalganman. Albatta hamma narsani boya aytganingizdek iloji bor ekan, hattoki shu aqlli talabalar bilan raqobat qilib ham universitetni hech qanaqa yomon baxtsiz hodisalarsiz yoki deportlarsiz chiroyli tugatib, chiroyli qilib vatanimga qaytib kelganman. Lekin aynan bu kurashga tayyor bo'lmagan, tilni prям oxirigacha yaxshi bilmagan yoki koreys tiliga mehri bo'lmagan insonga men o'zi shaharda poytaxtda qolib, juda ham gavjum bo'lgan raqobatning ichiga o'zini otishini tavsiya qilmagan bo'lar edim. Chunki men o'zim 6-daraja topik gapim bilan, rus tili, ingliz tilini ham yetarlicha o'zimga miqdorda bilishim bilan ham juda ham ko'p qiynalganman va siz aytganingizdek, men o'zi oldindan kutuvni shunaqa qo'yganman. Poytaxtda o'qiyman, aqlli insonlar bilan birga bo'laman, hayotimni yana ham qiyinlashtiraman va mana shu qiyinlikdan qaysidir ma'noda zavq ham olganman. Lekin sokin hayot xohlagan, ishlashni xohlagan insonlarga rostdan ham qatga ketayotgani aniq bilishi menimcha ancha foyda bo'ladi deb o'ylayman. Mani hozircha savollarim shular edi. Menimcha bu podkastimiz YouTube'ga chiqqandan keyin ham bizga juda ham ko'p savollar keladi. Biz savollaringizga, sizlarni qiynayotgan narsalarga yana javob berishga tayyormiz va xudo xolisa balki podkastning keyingi qismlarini ham olgan bo'lamiz. O'zingizda qanaqa yangiliklar bor? Shuni aytsangiz, menimcha podkastimiz ham sekin nihoyalayapti. Xo'p, bizada yangiliklar harakat qilyapmiz hozirgi kunda. Bizada ta'mirlashlar ketyapti. Yangi joyga ko'chganmiz xudo xolisa va u yerda nafaqat talabalar konsultatsiya olishi, balki o'sha suhbatlarga tayyorlanishi, inshaalloh yozishiga imkoniyatlar qilinadi va albatta u yerda ishlayotgan xodimlar ham bemalol har bitta talabaga individual yondashish uchun alohida xonalar tashkillaymiz. Xudo xolisa konsultatsiya jarayonida ham nafaqat universitet tanlash, yo'nalishni aniqlash, universitet toifasini moslash, viza olgungacha va viza olgandan keyingi hamma jarayonlarni to'liq avtomatlashtira olamiz degan umiddaman. Hozircha bizda shu yangilik va 2026-yil kuzgi semestr qabullarini biz boshladik. Agar Koreyada o'qimoqchi bo'lgan yoshlar bo'lsa yoki bakalavr bilan kasbiy ta'lim, til kursi, magistratura vizalari bo'yicha bemalol murojaat qilishlari mumkin. Albatta konsultatsiya bepul. Konsultatsiyadan o'tgan talabalar ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol shartnomalar imzolashi va biz bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi mumkin. Hozirgi kunda 60 ga yaqin Koreya universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik va tanlovimiz juda keng. Xohlagan universitetlariga tanlov qilishi va xohlagan yo'nalishlar bo'yicha o'qishi mumkin. Zo'r. Va albatta, konsaltingga murojaat qilishdan oldin topik sertifikatlarini olish esingizdan chiqmasin. Bunga men Paritot Yusupova 1 yillik ekspert, xudo xolisa bu yil 12 yil bo'ladi. Maksimal qo'ldan kelgancha yordam beraman. Men va meni jamoamda haqiqatda koreys tilini juda ham yaxshi biladigan va koreys tilini oxirgi nuqtasigacha yetib, uni ruhiyatini tushungan odamlar birga ishlashadi va juda ham ko'plab odamlarga shu kungacha sertifikat olishga yordam berganmiz. Menimcha bu ikkita narsani birlashtirib borsangiz, hech qachon Koreyaga ketib karyera qilish jarayonida kansellar bo'lmaydi, omadsizlikka uchramaysiz deb o'ylayman. Albatta hamma narsani qonuniy qilishga e'tibor bering. Podkastimizga kelganingiz uchun rahmat. Men o'zim uchun ham bilmagan zo'r ajoyib ma'lumotlarni qo'lga kiritdim. Agar vaqtni orqaga qaytarish iloji bo'lganda, men ortiqcha stressiz bu yo'ldan tanlagan bo'lardim. O'zim tayyorlanib, qiynalgandan ko'ra deb o'ylayman. Va yana bitta jihati bor. Bu podkastimizni oxirigacha ko'rib, o'zini fikr mulohazalarini chiroyli qilib bayon qilgan, o'zini olgan insaytlari bilan bo'lishgan insonga men sovg'a bermoqchiman. Ya'ni bu kommentariy orasidan 2 kishini tanlab olib, o'zimni mualliflik kitobim asosida yozilgan Grammatik labirint kitobini beraman, zeroki u koreys tilini o'rganishingizda yordam bersin deb. Endi sizni himmatingizdan nima kutsak bo'ladi? Biz ham shundoq qo'ymaymiz. Albatta kommentariyada o'zini fikrini qoldirgan, siz lozim deb topgan 10 nafar, ya'ni
o'sha insonlarga Ray Consulting tarafidan ham maxsus sovg'alarni yetkazamiz va albatta bu tanlov qilishda sizdan yordam olamiz va tavsiya qilingan har bitta insonni sovg'asi o'zini qo'liga yetib borgungacha biz qaysi viloyatdan bo'lsin yetkazib beramiz xudo xohlasa. Va bundan tashqari kommentariyada faqatgina ijobiy fikr emas, balki biz noto'g'ri deb bilgan yoki siz bizni fikrimizni noto'g'ri deb bilgan tanqidiy gap bo'lsa ham yozing, chunki bu shu bilan inson to'g'rilanadi. Mani fikrim shunaqa, agar biz qayerdadir adashgan bo'lsak, bemalol buni bizga eslatib qo'yishingiz mumkin va biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Albatta o'rinli tanqidlarni yaxshi qabul qilamiz. Va albatta Koreyaga borishda ham boshida aytganimizdek, koreys tilini mukammal o'rganib ketish bilan birga iltimos qilgan bo'lardim, borishdan oldin albatta o'zingiz fikrlaringizni yaxshilab jamlang. Koreyaga boring, o'qing, biz qarshiligimiz yo'q, yaxshi karyera qiling, lekin nelegal bo'lishni iltimos reja qilmang va bu orqali barcha jamiyatga, nafaqat o'zingiz yaqinlaringiz va qarindoshlaringizga ham zarar olib kelishingiz mumkin. Biz bunga mutlaqo qarshimiz. Agar to'g'ri maqsadda, o'qish maqsadida yo'lga chiqqan bo'lsangiz, biz hamroh bo'lishga tayyormiz. Nafaqat Hayba Koreya jamoasi va Ray Consulting jamoasi ham biz sizga yordam berishga tayyormiz. Bemalol bizni xizmatlarimizdan foydalanish imkoniyatiga egasiz. Ajoyib, zo'r. Koreya imkoniyatlar mamlakati. Undan ko'proq foydalanib, o'zingizga baxtli kelajak qurishingizni tarafdorimiz. Podkastni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Insightlaringiz bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz.